har bir zalga chiqishni boshlagan bola ertami kechmi beradigan bitta savoli bor. Trenirovka programma o'zi qanday tuziladi? Bro split, PPL, tepa past va full body. Ko'pchilik boshqalarning programmasini shunchaki orqasidan takrorlaydi. Nimaga programma bunaqa tuzilganligiga esa tupurgani bor. Yoki split programmasini har 2 hafta yoki 1 oyda almashtirib yuradi. Va yana bittasi programma haqida bosh qotirmasdan nima mashq bo'lsa bajarib ketaveradi. Bu aytib o'tganlarim vaqtingizni shunchaki behudaga sarflash. Muskuldagi oqsil sintezi o'sish va tiklanish jarayoni. Trenirovkadan keyin 48 soatgacha aktiv ishlaydi, keyin bazaviy darajagacha sekinlashadi. Bu degani muskulni haftasiga 1 marta zo'riqtirish optimal hisoblanmaydi va o'sish o'rniga muskul 5 kun dam oladi. Bu videoning 8 ta qismi bo'ladi va men gapirib o'tadigan 8 ta programmalar bu muammoni yechishlaringga yordam beradi. Mana bu bolalarning rezultatini ko'ring. Agar siz ham shunaqa rezultat qilmoqchi bo'lsangiz, sizga onlayn trenirovkamni maslahat beraman. Onlayn trenirovkamning ichida fitnessga oid barcha ma'lumotlar bor. Video darslar orqali o'rgatiladi. Profil shapkasida Telegram deb yozib qo'yilgan silkam ustiga bossalaring kanalim kelib chiqadi. Kanalimda lichkam yozib qo'yilgan. Shu Telegram lichkaga yozganingizdan keyin onlayn trenirovka ichida nimalar bo'lishi va narxini to'liq tashlab beraman.